Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylariga tarqaqlashib o'ltiraqlashgan aziz Uyg'ur millatim, yaxshimisizlar? Men vatandoshlar Ablajon Leyla Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2022-yili 12-oyning 19-kuni dushanba. Men bugun Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasining keng avam xalqimizga sungan bir taklif loyihasini her qaysingizlarning diqqatiga sunmoqchiman. Nima uchun navbatdagi Uyg'urlarning bir ideya va bir bayroq ostida ittifoqlashishi mustaqillik kurashlarimizda intayin muhim va zarur ekanligi to'g'risida taklif loyiha. Aziz vatandoshlar, hammamizga ma'lum bo'lganidek, dushmanimiz intayin hilgar va razil. Şunun için biz Uygurlar intayin hushyor ve sagak turmağımız lazım. Bulup mu hazırki vakit texmi şunda. Növbette Xitay hükümeti memleketimiz topraklarına maqsadlik halde yüklep gelingen kanunsuz köşmeleri bilen birlikte Uygurlar üstüden elip berivatkan ırkı kırgınçılığı haddidin aştı. Milyonlarca xalqimizni türmü ve lagerlarga solap, her xil rezil vasıtlar bilen ilip berivatkan milletimizni tamamen yoqutish jinoiy qilmishlarga hiç qarşılık bildirmegen demokratik Xitay guruhlarının Ürümçide yüz bergen ot aptida hayotidan ayrılgan Uygur qarindoshlarımizga hesdaşlık qilishni qalqon qilib, keng ko'lamlik namoyish ilib berish yo'li bilan özlerini intayin hakkaniyetçi ve insanperver kılıp ko'rsatishga urinishi bizni cho'nqur o'yga solmoqda. Acaba bu demokratik Xitaylar rostınla komünist hakimiyetining xalqimizning ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiliklardan xabari yo'qmidi? Milyonlagan xalqimizni turma ve lagerlarga yig'ib olib, vahshiy usullar bilan o'ltirib kelayotgan jinoyatlarni rostini bilmasmidi? Bu mümkün emas. Andaqda ular nima uchun Xitay komünist hakimiyetining bundaq bir bütün millet ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchilik ve cho'ng bir jinoiy qilmishiga qarshilik ve norozilik bildirmaydi, hatta eg'izg'imi elib qo'ymaydi? Demak, mayli Xitay komünistleri bo'lsin veya ki atalmış Xitay demokratiyalari bo'lsin, her ikkilisi o'xshashla Uyghur milletining o'rtaq bir millet süptide anı topraklarına hükümranlık kılışlarını ve müstakil yaşaşlarını xalamaydı. Şunun için mi ular bu qitimki namayişlarda fakat ot apıtını atılıq elip çıkıp Xitaylarının qen-qeniga sığıp ketken yalğancılık tabiati bilen insanperverlik toğruğu ornıp elip Xitay komünist hakimiyetinin irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'shirishga urunda qalas. Xitay demokratçilerinin öz aldığa yoki Uygurlar bilan elip bargan ve berivatkan namayişlerden ta'sirlanib, Xitaylarning mu içinde yaxshilari bar deydigan bundaq bir sapsattiga hiç aldınışımızga bo'lmaydi. Aziz vatandoshlarım, ilgirimi xalqimiz qon to'kib jon berib, kurash orqali qurib chiqqan 1944-yildagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini Xitaylar naiti ustalık bilen ve hiligarlik bilen mağlup kılıp Xitay reisi Mao Zedong 3 vilayet inqilabi Jungu azatlık inqilabının bir kısmı deb xulosalab, aqqan qon ve bergen canlarımızı yok çıkargan idi. Endilikte bolsa Xitay demokratiyaları o'tirg'i chiqib, biz Uyg'urlarga hesdaşlık ko'rsatayotgan bir qiyofatda harakatga o'tdi. Elbette Amerika başlık g'arb davlatları özlerinin qimmat qarashi bo'yicha kishilik huquq ve demokratiya bilen Xitay komünist hakimiyetining og'dirilib, o'rniga demokratik Xitay davlati qurishni qo'llaydi. Eğer biz mustaqillik ve zimin davosidan ibaret bu kurishimizda Xitayning mu yaxshilari bar degan yumshoqlik pozitsiyasida bo'lsak, Amerika başlık g'arb davlatining qimmat qarashiga yo'l ochib, Uygurlarning öz aldığa mustaqil davlat qurish orzusini öz qo'limiz bilan yerga dafn qilgan bo'limizda,
Uyg'urlarning mustaqilligini qo'llovchi hukumatlarning desteklashidan mu yiroqda qolamiz. Ayni vaqtdagi Yalta yig'ini buning dalilidir. Hozirgi vaziyat intayin nozik va intayin xatarlikdir. Bundaq bir vaziyatda biz Uyg'urlar qandaq qilib Uyg'urlarning mustaqillik va zimin davosiga haqiqiy ma'nidan ega chiqa olamiz? Buningga beriladigan javob va buni hal qilishni kafolatlantiradigan yo'l bir. U bo'lsa-mu butkul dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan barliq Uyg'urlarning ittifoqlashishidir. Andaqda qandaq qilib Uyg'ur millatini bir bayroq va bir g'oya ostiga yig'a olamiz? Bu maqsadga yetish uchun Uyg'urlar butun Uyg'ur millati o'rtaq e'tirof qiladigan va o'zlari bevosita bilat tashlab ovoz berish yo'li bilan qurilib chiqqan butkul Uyg'ur xalqi o'rtaq himoya qiladigan va uni xuddi o'z jinini qo'g'digandek qo'g'day oladigan barliq millatimiz tarafidan o'rtaq qurilib rahbarlari avom xalqimiz ichidan tanlanib bekitilgan bir vaqtlik hukumatni qurib chiqmag'imiz lozim va shartdir. Undaqda yana bir Sharqiy Turkiston surgundi hukumati qurilandi. Hozirgi Sharqiy Turkiston surgundi hukumatlaricha biz hozirgi mavjud surgundi hukumatlarining atrofiga zich uyushib va yoki xalqarodagi barliq Uyg'urlar ovoz berib, saylam orqali bu hukumatlarni birlashtirib rivojlantirsak bo'lmamdi? Bundaq yo'lliq savollar hammamizning xiyolidan darhol kechidi albatta. Lekin bu mumkin emas. Sababi Xitoy kommunist hokimiyati Uyg'urlarning tashqi dunyoda cho'qim bir surgundi hukumat qurdiganligini allaqachon mo'lcharlagan bo'lg'achqa, bundaq bir sharafli hukumatning butun dunyodagi barliq Uyg'urlarni bir maqsad, bir niyatda o'z bayrog'i ostiga to'plab, Uyg'ur mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash va inqilob elib berish yo'lini uzib tashlash uchun barliq yeni-mikr va suiqasdlarni ishga solib, bu sharafli hukumatning qurilishiga o'zlari bevosita qo'l tiqish bilan Sharqiy Turkiston surgundi hukumatidan iborat sharafli hukumatning bir qancha kishilar tarafidan xalqidan ayrilgan holda xuddi o'yinchiqdek qurilib chiqishini ishga oshirdi. Bu orqali Sharqiy Turkiston surgundi hukumatini o'z xalqi tarafidan e'tirof qilinmaydigan, hatto e'tirof qilinish u yoqda tursin, o'z xalqi tarafidan Sharqiy Turkiston degan ismni anglasa, uni mazoq qiladigan bir vaziyat shakllantirdi. Bu g'albisini texi yetarlik emas deb qaragan Xitoy hukumati to'xtamasdan iqtisod, energiya va kuch sarf qilib, millatimiz ichidagi o'zini millatchi deb qaraydigan, jamoat ichida ma'lum siyosiy o'ringa ega kishilardan har xil vositalar orqali foydalanib va ularning bu hukumatni kuchlantirishdek ilg'or g'oyasini suiiste'mol qilib, o'z ichidagi g'olliq ziyoli va o'limalarning qo'li bilan Sharqiy Turkiston surgundi hukumatini 5 parchalab tashlab, Uyg'urlarga 5 surgundi hukumat, 5 prezident ve 5 ministr yaratib berish yo'li bilan bu sharafli hukumatimizni va buning ichidagi vazifa olgan bir qism ilg'or siyosiy arboblarimizni texnik kuchlik masxaraga qoldirish orqali xalqaroning ishonchidan biroqli yiroqlashtirib etdi. Albatta, xalqimiz bir qancha yil jarayonida bir murassa qilish ko'lligisini qurib, o'zlarini eng qonunli surgundi hukumat deb ataydigan bu 5 Sharqiy Turkiston surgundi hukumatlari bilan ayrim ko'rishib, o'zaro muhokama suhbatlar elib berib, birlashish haqida murassalar qildi. Natijada ular ham mag'lub bo'ldi. Demak, bu 5 parchalangan Sharqiy Turkiston surgundi hukumatlarini birlashtirish mumkin emas. Birlashtirilgan taqdirdami ularning xalq ichidagi va xalqarodagi obrazini tiklash texmi mumkin bo'lmaslikdek bir ichinishlik bosqichga kirdi. Shuning uchun Uyg'urlar jiddiy harakat qilib,
aslidilla xalqaro qonunlardagi shartlarni to'liq kapolatga ega qilmay turibla intayin oldiroq sonliq bilan Uyg'urlar ichidagi bir qancha bangvoshlar tarafidan to'limi tentaklik va siyosiy hamoqatlik bilan o'z xalqidan ayrilgan holda qurilgan Sharqiy Turkiston surgundi hukumatlarini Uyg'ur xalqi tamoman amaldan qoldirib, ilgiriki bu mag'lubiyatlardan achchiq savoq ilib, darhol barliq Uyg'ur xalqining mustaqillik orzusiga vakillik qiladigan va qila oladigan va uni mutlaq qo'g'day oladigan demokratik usulda barliq Uyg'urlar qatnashgan xalq saylimi ilib berish yo'li bilan quriladigan Uyg'uriston vaqtliq hukumatini xalqimiz qurib chiqmag'i lozim. Uyg'urlar hamma o'rtaq e'tirof qiladigan va o'zamning hukumati deb qo'g'daydigan ham qo'llaydigan xalqaro sahnalarda birdan bir hukumatimiz sifatida diplomatik munosabat va suhbatlar elib bora oladigan muhimi Uyg'urlarning mustaqillikdan iborat o'rtaq orzusini amalga oshirib Taki xalqimiz to'liq mustaqilligini qo'lga keltirib, tashqi zo'ravon kuchlarning ta'sirsiz holda saylam elib berib, o'z hukumatini asliga keltirganga qadar mavjud bo'lib turadigan bu vaqtlik hukumatni butkul dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan joylarga saylam bileti yig'ish sanduqlarini ibartish orqali qurib chiqmoqlari lozim. Bu hükümet dünyanın her qaysi joylarida o'ltiraqlashgan barliq Uyg'ur qarindoshlarimiz, mayli ular qaysi tashkilot va dernek, hukumat va partiyalarda vazifa o'tayotgan yoki a'zo bo'lib turayotgan va yoki hech qanday tashkilotlarda vazifasi bo'lmagan ham a'zo bo'lmagan barliq vatandoshlarimiz aralashgan holda quriladigan hukumat bo'lishi kerak. Uyg'uriston Cumhuriyeti vaqtlik hukumatining parlamenti har vaqt hukumat raisi va uning kabinetini davomli kuzatib turadigan va rais yoki uning kabineti ichida vazifa o'tayotgan kishilarning asosiy qonunga xilof harakatlari bayqalsa, parlament jiddiy tekshirib aniqlab, xuddi Amerika va G'arb davlatlariga o'xshash ularni vazifasidan ilib tashlamaydigan kuchga ega bo'lish kerak. En muhimi biz Uyg'urlarning surgunda yashayotgan va yashashga majbur bo'layotgan bu mezgillarimizda tashqi dunyoda xalqaro qonunlarga uyg'un holda qurilgan bu vaqtliq hukumatning raisi, hukumat asosi qonuni va parlament qonunlari ma'qullanib bekitilishi, armiya tashkillanib qurollantirilib, o'z ana zaminining mustaqilligini asliga keltirish uchun xalqaro qonunlardagi munosabatlik moddalardan unumli foydalanib, vaqti kelganda bu vaqtliq hukumatni o'z vatanimizga yetkazib berishdek afzal sharoitlardan unumli va to'g'ri foydalanishimiz lozim. Hamma o'rtaq e'tirof qiladigan va qo'llab so'yadigan biz Uyg'ur millati va uning mustaqillik davosiga haqiqiy ma'nodan birdan-bir vakillik qila oladigan hamda xalqaro sahnalarda Uyg'urlarga vakolatan turli shartnoma va kelishimlarga imzo va qo'l qo'ya oladigan Uyg'uriston Cumhuriyeti vaqtliq hukumati cho'qim Uyg'ur xalqi tarafidan qurilib chiqmagi shart. Andaq bo'lmaganda yaqin kelgusida Xitoy kommunistlari og'dirilib, Xitoy rostilla demokratiyaga yuzlansa, mayli Amerika bo'lsin, mayli G'arb davlatlari bo'lsin, hatto bir qism Uyg'urlarimiz va Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarimiz bo'lsin, Uyg'urlarning demokratik Xitoyning avtonomiyasidan iborat bir partisi bo'lishiga har vaqt qo'l qo'yishga tayyordir. Hozirgi mavjud Uyg'urlarning mustaqillik davosiga vakillik qiladigan Sharqiy Turkiston surgundi hukumatlarining ahvoli hammamizga ayon. Xalqimiz bu 5 prezident ve 5 ministri bo'lgan bu 5 hukumatni jiddiy bir millat sifatida butunlay amaldan qoldirmasa, ishonimizki Xitoy va Amerika boshliq Yevropa davlatlari bulardan xohlagan birini Uyg'urlarning qonunli hukumati darajasiga ko'tarib,
o'z manfaatiga uyg'un shartnomalarga imzo qo'ydirish orqali Uyg'urlarning bir asrga yaqin vatan ichi va sirtida ilib borgan da'vo kurashlarini Xitoyni demokratiyalashtirish kurashining bir qismidir deb xulosalab, bizni demokratik Xitoyning bir avtonomiyasiga aylantirib qo'yib, Uyg'ur millatining tadrijiy holda Xitoy assimilyatsiyasiga aylanib ketishiga haqiqiy asos soladi. Hürmet bilen Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi rahbarlik merkezi. Ko'pchilikka rahmat.